Savol. Assalomu alaykum ustoz. Qadr surasi haqida o'ylanib qoldim. Nima uchun Qur'on kechada nozil bo'lgan yoki bo'lishga boshlagan? Ming oydan yaxshiroq kalimasida nima uchun bo'lsan ming? Ming so'zining arab odatlarida alohida ahamiyati bormi yoki arablar matematikadan shuninggacha bilamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Qur'on Karimning qadr kechasida dunyo osmoniga baroqli nozil bo'lishi yoki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga kechada nozil bo'lishga boshlaganligining sababi kechining kunduzidan fazilatlik va alohida bo'lishidan bo'lgan deyishga bo'ladi. Shu jumladan Isro vaqaligi kechada bo'lgan. Tahajjud o'qish qatorliq ibodatlar Alloh taolaning har kechasi kechining 3dan 1 qolganda dunyo osmoniga tushishi qatorliqlar kechada bo'ladi. Kechasi ko'ngil aromida, tip-tinch, mashg'ulotdan xoli bo'ladi. Jimi farishtalar dunyo osmoniga kechasi tushishi mumkin. Butun ishlarning putilishi va bekitilishi qadr kechasi bo'ladi. Ming kalimasi haqiqatan mingni bildirishi mumkin. Chunki ilgirki ummatlardagi abidlar ming oy ibodat qilmasa abid hisoblanmaydi degan gapmi bor. Bu sababdan bu kecha ming oydan afzal qilingan bo'lishi mumkin. Yana ko'p sonni va mubolag'ani bildirishi mumkin. Yana bir umrni 1000 yil deb ifodalagan bo'lishi mumkin. Baqara surasi 96-oyatda shundoq ma'noda kelgan. Qur'on nozil bo'lgan chaqlardagi arablarda eng ko'p son 1000 bo'lishi mumkin. Shunga 3000, 5000 deb 1 millionni 1000 deyishadi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh.